Saddam Husayn va Muammar Kaddafi zamonaviy tarixning ikki eng bahsli arbobi. Ularning hayoti ham, o'limi ham oddiy voqea emas, balki butun bir davr ramzi hisoblanadi. Har ikkisi G'arbning o'yin qoidalarini tan olmadi. Saddam o'zini mintaqaning temir qo'li sifatida ko'rsatdi. Kaddafi esa siyosatni inqilobiy populizm va boylikni qayta taqsimlash orqali olib bordi. Tarix ularni ikki og'ir fojia orqali tanidi. 1988-yil Halabjadagi 15 daqiqa ichida 5000 dan ortiq inson yutgan kimyoviy bomba insoniyatning eng qora xotiralaridan biri bo'lib qoldi. 1988-yil Lokkerbi osmonda portlagan Panam 103 reysi esa 270 begunoh hayotni tortib oldi. Bu voqealar ularning nomini dunyo ko'zida qora sahifaga yozib qo'ydi. Ammo boshqa haqiqat ham bor. Saddam 8 yil davom etgan Eron-Iroq urushida 1 milliondan ortiq askar va tinch aholi halok bo'lganiga qaramay, o'z qo'shinini 1 milliondan ziyod shaxsiy tarkibga ega mintaqaning eng qudratli armiyasiga aylantirdi. Kaddafi esa 1969-yildan 2011-yilgacha 42 yil davomida hokimiyatda qolib, neftdan kelgan yiliga o'rtacha 40 milliard dollar daromadni xalqaro maydonda mustaqil siyosat yuritish uchun sarfladi. Har ikkalasi ham tashqi bosimlarga qarshi turishga intildi. G'arb ularni oxir-oqibat yo'q qildi. Saddam 2003-yilda AQSh istilosidan keyin qo'lga olinib, 2006-yilning 30-dekabrida qatl qilindi. Kaddafi esa 2011-yil 20-oktyabrda sirtda ko'chalarda shafqatsizlarcha o'ldirildi. Ularning taqdiri bir-biriga o'xshash. Qudrat cho'qqisidan yiqilish va oxirida g'azab bilan emas, shafqatsizlik bilan tugatilgan hayot. Bugun kimdir ularni zolim sifatida eslaydi, boshqalar esa mustaqillik ramzi sifatida. Lekin bitta haqiqat o'zgarmaydi. Saddam Husayn va Muammar Kaddafi G'arbning siyosiy bosimiga qarshi chiqqan eng keskin va oxirgi rahbarlar sifatida tarixga kiradi.